Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xonobodga keyingi obyektimizni Xudo xolasa topshirib chiqib ketamiz. So'qimiga 60 angolalik keramogrant qilib berganmiz. 6 santimetrlik linkslar bilan qopqonlarga pastga ochilgan. Qopqonlar shu qismimizni zinalariga bo'lsa 30 va 60 Xitoy keramograntini ochib olganmiz. Bitta ochilgan yasadik buni. Pastlariga 60 angolani o'zi yopishtirib, tepasiga 2 santimetrlik tosh qo'yib berganmiz. Xolasa bu obyektga ham yaqin qoldik. İşimizde bitta baho berib ketasiz, like bosib ketishingiz chiqmasin. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zingizga aloqa qilib ko'rsatib oladi, xolos.